Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Azbro ishxonamizda nimalar ishlab chiqarilishini ko'rib chiqamiz. Ishxonamizda mana shunaqa bir g'ildirak aravachalar, apaloskalar razmerlari 1 metrdan 50 santigacha, keyin seysmopoyezd apaloskalar ham bor. Mana bu hali suv ostidagalarimizga loy karitalar. Qo'shimcha drabalkalar, keyin 4x4 profil. Mana konteynerda tomlisi yonlisidan profillar. Bir g'ildirak aravachani baloni 3 xil, 4 xil varianti ham bor. Skuter balon, mashina balon, morovoy balon. Lislarimizni mana konteyner lislarini tekizlaydigan aparatimiz. Konteyner ruchkalar, keyin mana bunaqa 2 g'ildirakli aravalarimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Qanotini ko'raychi shuni. Qanotlari bilan mo'shni bo'ladi. Tayyorlarda hozir qanot yo'q. Mol qo'ylar uchun o'g'irlar. Apaloskamiz tayyor holat. Mana shu 50ligiga. Metrga 19 metr bo'ladi, ikkita burchagi bilan. O'qlari, siyomliklari hamma narsasi bor. Mana shunaqa mustahkam qilib karkasga to'qib qo'yadi. G'ildirak aravalarimiz mana tayyor, hozirda 10 ta tayyori bor ekan. Ozgina kami bilan. Bir g'ildirak aravamizning qozoni. Karetamizni mana xom varianti. O'g'irlarda ham shunaqa, mana o'g'irlarda oyoqlarini, chekkalarini yopib, ulardan beramiz. Menga faqat yarim tayyor holatni, mana shunaqa yarim tayyor holatni ham beraveramiz. Qisqacha qanday konteyner lisini qanaqa tekizlaysizlar deganlarga mana ko'rsatib o'tdik, mana lis tekizlayapti. Mana shu holatda bir marta bu tomoniga keyin yana bir marta nariga tarafga o'tib chiqadi. Keyin bu tomoniga qaytib o'tadi. Mana shu holatda list tekisligini ko'rishingiz mumkin. Bemalol ishlatsa bo'ladigan holatda yetib keldi.